Yangi ekkan papayalarimiz ekilganiga 3 oy bo'ldi. Mana meva kira boshladi, mana gullab boshladi. Mana meva. Ekilgani yotqizib yerga yiqitib o'stirilyapti. Yerdan hisoblansa bir 30 sm, 40 sm ichida gul boshlangan. Bunisi ham mana bu tikka o'syapti. Mana berlik mana meva kira boshlagan. Buni ham o'zi yerdan hisoblansa 50 sm ichida уже mana meva gul boshlangan. Jami balandligi 80 sm chiqadi. Bular boshqa xil o'stirilishi, buni отдельно video qilib ko'rsataman. Bu ham shu boshqa xil o'stirilish. Buni отдельно video qilib ko'rsataman. Mana bu ham o'zi yerdan o'lchansa 50 sm, 60 sm da turibdi. Mana bu ham gulga kirib boshlagan. O'stirilishi yerga yiqitib o'stirilyapti bu. Buni ko'rinishi ham boshqa tersa. Shu bananni ham ekkanimga to'liq 3 oy bo'ldi. Mana 3 oy ichida maydagina ko'chatchaydi. Shu ko'rinishga kelgan bu. Gullab boshlagan. Shu hozirgi holati. Bular shu ko'chatlar. Papayan ko'chatlari. Shu holatda o'stirilib boradi ko'chatlar. Kimga kerak bo'lsa ko'chatlari bor.